Jigar, buni rangini qarang, необычный, qaramaganni ham qaratadigan versiyasini topib qo'ydim. Именно siz uchun jigar. Bir xil idea zerikdingizmi? Bitta mana shunaqasini bosib oling. Bu Phaeton Miller modelining yangicha dizayndagisi bo'lar ekan. Ko'k rangini tushganini qarang. Yo'lda yuk bilan yurasizmi, yuksiz yurasizmi, katta ko'chada ishoning bitta bo'lib turasiz. Jigar, buni salonini kengligini qarang. Yangi baribir yangidan nima deysiz? 3 kishilik o'rindiq xolisiz, buni bundoq qilib tushirib qo'yib, ikkita energetika bilan, shegiz bilan soqqani qilib ishlab ketadigan mashina. Konditsionerlari yoz issig'ida deysizmi, qishda sovug'ida deysizmi, bemalol sapingga o'tirib ketsangiz bo'ladi. Ranglarni kombinatsiyalari ham juda chiroyli qilib qo'yishdi. Tomlari oq, bu yerdagi kojniy materiallari boshqacha dizaynda jigar. Bitta bosib olmasangiz bo'lmaydi menimcha. Orqasini uzunligini qarang, necha tonna yuk ko'taradi deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'zingiz taxminingizni yozib turing, men sizga o'lchamlarni aytib beraman. 381 ga 185, 40 sm balandlikdagi mashina. Topdingizmi jigar? Topolmagan bo'lsangiz, naq 136 ta ot kuchini o'zida to'plagan mashinamiz 4-5 tonnagacha yukingizni bemalol ko'tarib, aytgan joyga tashib bera oladi. Bu toychog'imizni narxiga qiziqqan bo'lsangiz, narx 262 million 500 ming so'mga kelib, foto'ngizdan baraka qilib ketsangiz bo'ladi. Nomerlarni pastga yozib qoldiramiz. Bitta shunaqasidan bosib olmasangiz bo'lmaydi jigar.